Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan restoranlarga borishga hojat qoldirmaydigan, uy sharoitida tayyorlanadigan china shashlik kabobini tayyorlaymiz. Tovuqdan kabob mehmondorchilik uchun ham ayni muddao tanlov. Bismillah deb boshladik. Marinovka uchun 1 kilogramm tovuq grudinkasini to'g'raymiz. Ustiga shirin paprika, shashlik peprovasi, murch va albatta bizning sirli ingrediyentimiz soya sousini qo'shamiz. Biroz o'simlik yog'i, tafakura tuz, hammasini mehr bilan aralashtiramiz. Go'shtimizni marinadlab 1-2 soatga xolodilnikka qo'yamiz. Ziravorlarimiz ichiga singib, kabobimizga o'zgacha lazzat beradi. Ikki soatdan so'ng sixlarimizga birin-ketin marinadlangan go'shtlarimizni beramiz. Mana kaboblarimizni ham sixlarimizga joylab chiqdik. Endi gazimizni setkasiga asta joylab chiqamiz. Dekor uchun makkajo'xorini ham pishirib olamiz. Gaz pechiga 30 daqiqaga 150 gradusda pishirib olamiz. Pechning issiq havosi go'shtimizni sekin pishirib, ustiga marinad oltin rangga kirib, aqlni oladigan hid tarata boshlaydi. Kaboblarimiz pishgunga qadar yoniga esa yengil vitaminlarga boy qizil karam salati tayyorlaymiz. Karamimizni to'g'rab, limon suvi, mayin ukrop, sus, yog' hammasini qo'shib salat tayyorlaymiz. Issiq kabobga mukammal hamrohlik qiladi. Vitaminlarga boy salatimiz ham tayyor.
Mana kaboblarimiz ham pishdi, tayyor. Endi buni chiroyli qilib dasturxonga tortamiz. Mehmonjonlar uchun stolga qo'yganingizda mehmonjonlar qani yana deb qoladigan, bir marta tayyorlasangiz doim talab qilinadigan kichkina shashligimiz ham tayyor. Bir marta bo'lsa ham uyingizda tayyorlab ko'ring va farqini o'zingiz